Bo'lmani internet yoqyapman. Nimani yuborish kerak, aka? Yo, bo'lmaydi bu kачество. Yaxshiroq bo'ring. Senga qiyin bo'lmasin deb mana kачество. Ha, 4K bo'lmaydimi? Og'ir bo'lib qolmaydimi? Ha, uyalib qolmaysanmi? Qara lekin. Bo'ldi, shuni o'zimi? Hozir ko'ramiz qancha. Bo'lmagan nimadir? Doim shunaqa ishlasada internet. Hozir aka. Nega ketqizordingiz? Mana bu dokumentlarni ham berib yuboraylik. Va vohirroq harakat qilmaydi. Mana bola ketib qoldi endi. Nima qilamiz? Nima ekan aka? Sen nimasan? Oddiy internet. Mana buni yubora olasizmi? 2 megabayt dokument. 2 megabayt 2-3 kunda, uzog'i 4 kun. Viza format qilish kerak, benzin, yo'llar, ozgina kutib o'radigan joyi. Va ishoning bu 10 kunda ham olib borib bermaydi. Ani bolani topish kerak endi. VPN da hidi kelyapti. Men surdim lekin. Ismi nima edi ya? Bratishka. Tashbaqa keldimi yoningizga? Isming nima? Misal. O'zbekistondagi eng tezkor mobil tarmoq 5G orqali ijtimoiy tarmoqlardan qochishlarsiz foydalaning. Tezlik esa 1 gigabayt. Atmenni bosib yordinglarmi?